بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. روزا haqidagi masalalarni o'rganyapmiz. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Bugungi darsimiz anva'us siyam. Ro'zani turlari. Yanqasimus siyam ila sittati anwa'in. Ro'za 6 turli bo'ladi. Birinchisi farz ro'za, vojib ro'za, sunnat ro'zalar, mustahab ro'zalar, makruh, ya'ni ro'za tutishlik makruh bo'lgan o'rinlar va harom qilingan ro'zalar. Ya'ni ba'zi vaqtlarda ro'za tutishlik harom qilinadi. Shularni sanab o'tamiz birma-bir. Nechta sanadik? 6 ta, ha? Qaytaramiz. Farz, vojib, sunnat, mustahab, ha? Va ikkitasi makruh, harom. Birinchisi farz ro'za. Qaysi desa, som Ramazon. Ramazon ro'zasini tutishlik farz. Ikkinchisi vojib ro'za. Ular bir nechta turli bo'ladi. Vojib ro'zalar qaysilar desa, nafl ro'zani buzib olgan bo'lsa, qazosini tutib berishlik vojib bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchisi nazr qilingan ro'zalar. Ya'ni falon paytda, falon kuni ro'za tutaman deb nazr qilib qo'yadi. Ya'ni Alloh uchun ro'za tutishlik nazr qildim deydi. Shu nazrini ado qilishlik uchun ro'za tutishlik, agar ro'zani nazr qilgan bo'lsa, o'sha nazr ro'zasini ado qilishlik vojib bo'ladi. Keyingisi kafforat ro'zalari. Endi kafforat ro'zalari ham vojib bo'ladi tutishlik. Kafforat ro'zalari bir nechta turli bo'ladi. Bular mana bu quyidagi ko'rinishlarda kafforat vojib bo'ladigan ko'rinishlar. Birinchisi uzrsiz Ramazon ro'zasini qasddan ochib olsa. Hech qanday uzri yo'q. Ramazon ro'zasini qasddan ochib oldi. Nima bo'ladi? Bu insonga kafforat vojib bo'ladi. Kafforat qanaqa desa, 2 oy ketma-ket ulab ro'za tutib berishlik kafforati bo'ladi. Ya'ni ataylab farzni buzib olganligi uchun, farzni botil qilib olganligi uchun buni jazosiga nima bo'ladi? Kafforat vojib bo'ladi. Va kafforat 2 oy ketma-ket. Shu 2 oyning orasida biror kun uzilib qolsa, yana noldan boshlaydi. Kafforat shunaqa. Xo'p, shu odam endi Ramazon ro'zasini uzrsiz ochib olsa, bunga kafforat vojib bo'ladi va kafforatdan tashqari o'sha ochib yuborgan kuniga bir kun qazo ham vojib bo'ladi. Shunda 2 oy ketma-ket kafforat to'lasa, yana bir kun qazosini ham to'lash kerak. Ikkinchisi Ramazonda ro'zador og'iz holatida qasddan jimo qilishlik, er-xotin jimo qilishligi. Bularga ham nima bo'ladi? Kafforat vojib bo'ladi. Keyingisi zihor. Zihor degani bu alohida mavzu o'z aslida. Ya'ni xotinini o'zini mahramlariga o'xshatib o'ziga harom qilib olishlik. Zihor degani xotinini o'zini mahramlariga o'xshatib o'ziga harom qilib oladida va buni jazosiga kafforat to'laydi. Ya'ni xotini bilan yashab ketishlik maqsadi bo'lsa, nima qiladi? Kafforat to'laydi. Oyatda keladi: "Vallazina yuzahiruna min nisa'in thumma ya'uduna lima qalu." Ayollarni zihor qilib turib, keyin aytgan gapidan qaytganlar fatahriru raqaba. Qul ozod qilsin. Keyin nima deb keladi? O'sha qul ozod qilishlik. Keyingisi faman lam yajid fasiyam shahrayn mutatabi'an. Shunday qul ozod qilishlikka qodir bo'lmasa, 2 oy ketma-ket
ro'za tutishlik vojib bo'ladi. O'sha kafforat ro'zasi bo'ladi. Tushundinglar, kafforat ro'zasi. Bu ham nima ekan? Vojib ekan. Va yana kafforat vojib bo'ladigan ko'rinishlardan bittasi qasamini buzib yuborishlik. Qasam ichgandan keyin qasamini buzib yuborsa, la yu'akhidhukumullohu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Shu qasamini buzganlar. Qasamini buzganlarga birinchi nima deyapti? It'amu 'asharati masakin. 10 ta miskinga taom bersin. Min awsati ma tut'imuna. O'zingizlar taomlanadigan taomlardan o'rtachasidan 10 ta miskinga taom berishlik. Aw kiswatuhum yoki ularga 10 ta miskinga nima? Bir sira sarpo berishlik. Ustuvosh kiyim qilib berishlik. Aw tahriru raqaba. Yoki nima? Qul ozod qilishlik. Qasamini buzib yuborganlarga jazosi mana shu 3 tasi. Shu uchalasiga qodir bo'lmasa, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kim mana shularga qodir bo'lmasa, endi 3 kun roza tutsin. Zalika kaffaratu aymanikum iza halaftum. Shu qasamiylarni buzib yuborgan bo'lsanglar, qasamiylarning kafforati mana shu deyapti. Demak, qasamini buzib yuborgan holatda mana shu yuqoridagi 3 ta narsaga qodir bo'lmasa, 10 ta miskinni taomlantirish yoki kiyintirish yoki qul ozod qilish, unda 3 kun roza tutib berishligi bo'yniga vojib bo'ladi. Xo'p, kafforat vojib qiladigan ko'rinishlardan yana bittasi irtikabu ba'dil mahdurat fi fatratil ihrom. Hajga yo umraga borganda ihromda yuradi odamlar. Shu ihromda man qilingan ba'zi jinoyatlarni qilib qo'yishlik. Yo bir jonivorlarni o'ldirish yoki o'zini badanidagi tuklarni yulishlik, sochini, soqolini yulishlik jinoyat hisoblanadi shular. Ya'ni ihromda man qilingan amallar. Yoki haramni o't o'lanlari, daraxtlarini sindirish, baklarini uzishlik, shular ham man qilinadi. Shunaqa jinoyatlarni qilib qo'yadigan bo'lsa, kafforati to'lanadi. Kafforatini to'lashga qodir bo'lmasa, roza tutib beradi. Qatlul xato va ma fi hukmihi. Bir musulmonni xatoan o'ldirib qo'yishlik. Ya'ni qasd qilmasdan, bexosdan qandaydir bir sababga ko'ra xatoan o'ldirib qo'yishlik. Bunda ham nima qiladi? Qul ozod qiladi. Va man qatala mu'minan xatoan fa tahriru raqabatin mu'mina va diyatun musallamatun ila ahli. Qul ozod qiladi, diyasini to'laydi. Agar shularga qodir bo'lmasa, oxirida nima qiladi? 2 oy ketma-ket roza tutadi. Mana shu roza nima bo'ladi? Kafforat rozasi bo'ladi. Va buni tutishlik bo'yniga vojib bo'ladi. Shular demak, hozirgi sanab o'tganlarimiz hammasi vojib rozalar bo'ldi. Insonning bo'yniga vojib bo'ladigan rozalar bo'ldi. Nechtasini sanadik? Farz, vojib rozalar sanadik. Farzni bildik, Ramazon rozasi. Vojiblar shular hozirgi sanab o'tganlarimiz. Uchinchisi sunnat rozalar. Sunnat roza qaysi desa, savmu yawm ashura ma'at tasi aw al-hadi ashar. Muharram oyini 10-kuni Ashura kuni deyiladi. Shu kunda 9 ga qo'shib 9-10 qilib tutishlik yoki 10da boshlagan bo'lsangiz 11ni ham qo'shib tutib qo'yishlik sunnat bo'ladi. Tushunarlimi? Nimaga desa, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Yahudiylarning shu kunda roza tutganligini ko'rdi. Ya'ni Ashura kunida Yahudiylar roza tutar ekan. Sababini so'raganda bu
Musa alayhissalomga Alloh taolo najot bergan kun, ya'ni Fir'avndan najot bergan kun degan xabar kelganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men ulardan ko'ra Musoga haqliroqman dedi. Musoga men ulardan ko'ra haqliroqman dedi-da, o'sha kunda roza tutishlikka buyurdi. Va kelasi yili bo'lsa dedi, 9'ini ham qo'shib tutamiz dedi. Va kelasi yilga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetib kelmadi, vafot topdi. Shuning uchun ya'ni nimaga bunday qildi desa, yahudiylarga xilof qilishlik uchun. Yahudiylarga xilof qilishlik uchun 9 ni ham qo'shib qo'yamiz dedi. Demak, o'sha Ashura kuniga 9-10 qilib tutib qo'yishlik sunnat yoki 10-11 qilib tutib qo'yishlik sunnat. Endi mustahab ro'zalar. Shu yergacha 3 ta ro'zani sanadigan: farz, vojib, sunnat. Endi mustahab ro'zalar. Mustahab ro'zalar qaysilar? Birinchisi har oyda 3 kun ro'za tutib qo'yishlik. Hijriy oylarda e'tibori bilan. Tushundinglarmi? Hijriy oylarda e'tibori bilan har oyda 3 kun ro'za tutishlik. Buni kayfiyati har xil. O'sha oyning ichida 3 kun tutib qo'ysangiz bo'ldi. Yo oyning boshida 3 kun ketma-ket tutib qo'yasizmi? Yoki har 10 kunda bir kundan ro'za tutib qo'yasizmi? Farqi yo'q. Har oyda 3 kun ro'za tutib qo'yishlik mustahab. Keyin ayyamul bid. Ayyamul bid degani hijriy oylari bo'yicha 13, 14, 15 kunlar. Ya'ni nimaga ayyamul bid oq kunlar deyildi deyilsa, o'sha 13, 14, 15 kuni oy to'lin bo'ladigan kunlar. Ya'ni to'lin oy bo'lgan kechalar. Shu kunlarda ro'za tutishlik mustahab. Ayyamul bid deb qo'yiladi arabchasiga. Ya'ni oy to'lin bo'lgan kunlar. Shu kunlarda ro'za tutishlik mustahab ekan. Keyingisi yawmul isnayn va som yawmil xamis fi kulli usbu. Har hafta 2 kun. Har haftada 2 kun ro'za tutishlik. Dushanba, payshanba kunlari mustahab. Keyingisi Shavvol oyida 6 kun ro'za tutishlik. Shavvol oyi mana hozir Ramazonda turibmiz. Ramazondan keyin keladigan oy Shavvol oyi. Buni vaqti qachon boshlanadi desa, masalan Shavvolning 1-kuni hayit kuni. Bu kun ro'za tutilmaydi. Bu kun ro'za tutishlik harom, hozir sanaydi. Buni ham aytadi. Va bir kun hayitda o'tkazib o'tirib, ertasidan tutsa bo'laveradi. 6 kun tutishlik qanday desa, xohlang ketma-ket 6 kun tutib qo'ying yoki Shavvol oyi chiqib ketgungacha 6 kun tutib qo'ying. Mana shu mustahab ro'za ekan. Va buni fazilati ham katta. Rasululloh sallam aytgani, kim Ramazon ro'zasini tutib Shavvoldan 6 kunda ergashtirsa, 1 yil ro'zani ajrini oladi degan mazmunda hadislar bor. Xo'p, demak Shavvolda 6 kun ro'za tutishlik mustahab ro'zalardan. Keyingisi hajga bormaganlar uchun Arafa kunida ro'za tutishlik mustahab. Arafa kuni Qurbon hayitdan 1 kun oldingi kun. Ro'za hayitdan oldingi kun Arafa deyilmaydi. Ro'za hayitda hech qanaqa Arafa yo'q. Arafa o'zi yilda 1 kun. Arafat kuni. U qanaqa kun desa, hojilar Arafat tog'ida turadigan kun. Arafat deb nomlangan. Demak, bu hajga bormaganlar uchun. Hajga bormaganlar o'sha Arafat kunida ro'za tutishliklari mustahab bo'ladi ekan. Buni ham fazilatlari katta hadislarda kelgan. Oldingi keyingi gunohlarga kafforat bo'ladi degan. Keyin navbatdagisi Savmu Davud. Yana mustahab ro'zalardan bittasi Davud alayhissalomning ro'zasi. Bu qanaqa ro'za desa, 1 kun ro'za tutasiz, 1 kun tutmaysiz. Ya'ni 1 kun ro'zador, 1 kun og'iz ochib yurasiz. Shu ro'zalarda eng afzali va Alloh taolaga eng suyuklisi deyapti. Bu ham mustahab ro'zalardan ekan, qodir bo'lganlarga ham. Xo'p, demak shularda hammasi mustahab ro'zalar. Endi navbatdagisi makruh ro'zalar. Ro'za tutishlik makruh bo'ladigan o'rinlar.
Qaysi desa, Ashura kunida ro'zasini yolg'iz Ashura kunida o'zida tutishlik. Ashura kun qaysi kun dedik? Muharram oyini 10-kuni. Hijriy oylar bo'yicha Muharram oyini 10-kuni. Shu Yawmu Ashura deyiladi. Ashura degan 10 degan o'zi. Demak, shu kunda o'zida yolg'iz tutishlik nima ekan? Makruh ekan. Unga 9-ni qo'shib tutish kerak yoki 10ni tutgan bo'lsangiz 11ni ham qo'shib qo'yish kerak. Ha, sunnat bo'ladi mana shu. Hozir sanab o'tdik tepada. Keyingi roza tutishlik makruh bo'lgan o'rin faqat shanba kunida o'zida roza tutishlik. Shanba kunida o'zida roza tutishlik. Buni qanday qilish kerak desa, bir kun oldin yo bir kun keyinga qo'shib tutsa, nima zarari yo'q. Shanba roza tutgan bo'lsangiz, bozor kunida ham qo'shib tutib qo'ying. Zarari yo'q. Lekin xoslab shanba kunida o'zini roza tutishlik, ya'ni nafl rozalar nazarda tutilyapti bu yerda. Nafl rozalarda mana shu shanba kunida o'zini xoslab olib tutishlik makruh hisoblanar ekan. Navbatdagi yana makruh ko'rinishlardan savmul visol, ro'zani ulab tutishlik. Ro'zani ro'zaga ulab tutishlik. Qanday bo'ladi desa, masalan bugun ro'za tutdingizmi? Iftor qilmasdan, hech narsa yemay ichmasdan ertaga ham ro'za tutib olasiz. Ya'ni ulab tutib olasiz. Makruh mana shu. Sunnatga xilof. Demak, mana shu sanab o'tganlarimiz makruh ro'zalar ekan. Keyingisi oxirgisi va qaysi? Harom. Ro'za tutishlik harom bo'lgan o'rinlar yoki kunlar. Birinchisi Yawmul Fitr. Hayit kuni. Hayit kuni mana Ramazondan keyingi hayit kuni. Qaysi kun bo'ladi u? Shavvolning 1-kuni. Hayit kun ro'za tutishlik harom. Chunki hadislarda qaytarib kelgan. Keyingisi Savmu Yawmin Nahr. Qurbon hayit kuni. Ya'ni qurbonlik qilinadigan Qurbon hayit kuni ro'za tutishlik harom ekan. Qurbon hayit kuni ma'lum Zulhijjaning 10-si. Zulhijjaning 10-kuni Qurbon hayit kuni. Demak, mana shu kunda ro'za tutishlik harom. Qaytarib kelgan hadislarda. Yana harom bo'ladigan, ro'za tutishlik harom bo'ladigan kunlar ayyamut tashriq. Qurbon hayitdan keyin 3 kun. Zulhijjaning 10-si Qurbon hayit kuni bo'ladi. Ayyamut tashriqlar Zulhijjaning 11, 12, 13-kuni. Qurbon hayit kun bilan necha kun bo'ladi? 4 kun bo'ladi. Tushundinglar? Mana shu kunlarda ro'za tutishlik muharram, harom qilingan. Demak, shundan ajratib olsak ham bo'ladi, ya'ni Qurbon hayiti 4 kun. Ha? Eidul Fitr, Ramazon hayiti 1 kun. Xo'p, ozgina qoldi, o'qib qo'yaylik shuni. Vaqtun niyya fi siyam. Ro'zada niyat qilishlik vaqti. La yasihhu siyam illa bin niyya. Ro'za bo'lmaydi, illa niyat bilan ro'za bo'ladi. Ha? Chunki innamal a'malu bin niyat. Amallar niyatlar bilan. Niyatni joyi qalb. Ya'ni niyat qalbda qilinadi. Tilingizda aytsangiz, qalbingizda niyat bo'lmasa, u niyat emas. Demak, qalbingizdan his qilib turishingiz kerak. Xo'p, yasihhu siyam bi niyyatin min al-layli ila qubayli nisfin nahari. Ro'zani niyat qilishlik durust bo'ladi. Kechadan boshlab kunduzni yarmini jinday oldinrog'igacha. Kechadan niyat qilishlik degani qanday desa, kechasi yotishingizdan oldin yoki kechasi kirganda yotmasangiz ham ertaganlik
kunda ro'za tutishlikni niyat qilib olasiz. Ya'ni ertaga ro'za tutaman deb niyat qilasiz. Endi bir sabablarga ko'ra uxlab qoladigan bo'lsangiz ham, saharliksiz qolib ketsangiz, modomiki bomdodni vaqti kirgandan keyin yeb ichib yubormagan bo'lsangiz, quyosh tikkaga kelishidan oldin niyat qilib olsangiz o'tib ketaveradi. O'sha kun ro'zasini yetkazib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana shunday niyat qilishlik qaysi holatlarda, qaysi ro'zalarga shunday niyat qilinadi desa, fi adai Ramazon. Ramazonni adosida. Ramazonda adosi degani hozir Ramazon oyida turibsiz. Shu Ramazon ro'zasini tutishlik, Ramazon ro'zasini ado qilishlik hisoblanadi. Ramazon ro'zasini tutolmasdan o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, qazo deyiladi u. Qado Ramazon bo'lsa, u Ramazon oyidan boshqa paytda ro'za oyida tutolmagan ro'zangizni qazo qilib tutib berishlik deyiladi. Demak, ada Ramazon, Ramazonda ado qilishlik bo'lsa, nima qilish kerak ekan? Niyatni kechqurundan boshlab qilish kerak ekan. Xo'p, yana niyatni kechqurundan boshlab qilinadi. Qaysi ro'zalarda? Fin nazril muayyan. Muayyan nazr ro'zasida. Muayyan nazr ro'zasi qanday? Bitta kunni xoslab aytasiz. Falon kuni Alloh uchun ro'za tutishlikni nazr qildim deysiz. Shu muayyan nazr bo'ladi. Va o'sha kun kelishidan oldingi kechadan niyat qilib olasiz. Masalan, dushanba kuni ro'za tutishlikni nazr qilib qo'ygan bo'lsa kimdir, Alloh uchun nazr qildim degan bo'lsa, nima qiladi endi? Yakshanba kuni kechqurun niyat qilib oladi. Tushundingizmi? Yakshanba kuni kechqurun niyat qilib yotadi. Yana kechqurundan niyat qilishlik nafl ro'zalarda. Nafl ro'zalarda ham kechqurundan niyat qilib olinadi. Va bu niyati qachongacha yetadi? Ertasiga quyosh tikkaga kelgungacha. Tushunarlimi? Quyosh tikkaga kelgungacha ham niyatini yangilab olmagan bo'lsa, ro'za ketdi. Yasihhu ada'u Ramazon bi mutlaqin niyya va bi niyyatin nafli. Qaranglar, Ramazon ro'zasini ado qilishlik mutlaq niyat bilan joiz bo'laveradi va nafl niyat bilan ham joiz bo'laveradi. Bu nima degani? Ramazon ro'zasini ro'za tutishlik niyat qildim deb qo'ysangiz, shu Ramazon ro'zasiga o'tib ketaveradi. Lekin siz Ramazon ro'zasini tutyapsiz. Naflni niyat qilib oldingiz. Ertaga bitta nafl ro'za tutaman deyapsiz. Lekin Ramazon oyida turibsiz. Shu ro'za naflga o'tami yoki Ramazonga o'tami desa, Ramazon ro'zasiga o'tib ketaveradi, farz ro'zaga o'tib ketaveradi. Tushundingizmi? Chunki nimaga desa, Ramazon oyi ro'za tutishlikka, ya'ni Ramazon ro'zasini tutishlikka xos bo'lgan oy. Bu Ramazon oyida qazo ro'zangiz ham, nafl ro'zalaringiz ham o'tmaydi, illo mana shu Ramazon ro'zasi o'tadi. Yasihhun nazrul muayyan bi mutlaqin niyya va bi niyyatin nafl. Muayyan nazr ham xuddi shunday. Ya'ni falon kunda ro'za tutishlik nazr qildim degan bo'lsa, Alloh uchun nazr qildim desa, hozir aytganimiz dushanba kuni ro'za tutishlikni nazr qilib oldi kimdir. Bu inson ham o'sha dushanba kuni kelganda mutlaq ro'za tutishlikni niyat qilib qo'ysa, o'sha nazriga o'tib ketaveradi. Tushundinglarmi? O'sha nazrini niyat qilmasdan mutlaq ro'zani niyat qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha nazr qilgan ro'zasiga o'tib ketaveradi. Chunki o'sha kunni tayin qilib qo'ygan u odam. Yoki o'sha kunida nafl ro'za tutib qo'ygan bo'lsa, bu ham o'sha nazr ro'zasiga o'tib ketaveradi. Nazrini ado qilgan bo'lib qolaveradi. Va yasihhu an-naflu bi mutlaqin niyya va bi niyyatin nafli. Nafl ro'za bo'lsa, bu ham mutlaq niyat bilan. Mutlaq niyat degan ro'za tutishni niyat qildim deb qo'yadi. Farz, vojib ajratib o'tirmaydi, sunnat. Ro'za tutishlik niyat qildim deb qo'yadi-da, o'sha bilan ro'zaga o'tib ketaveradi. Va yana nafl ro'zani niyati bilan ham nafl ro'za ado bo'laveradi. Yushtaratu ta'yinun niyyati va tabituha
في قضاء رمضان في قضاء ما أفسده من النفل في صيام الكفارات في النذر المطلق. Qaranglar, mana bu ro'zalarda Ramazon ro'zasini qazo qilishlikda va nafl ro'zasini buzvardi, shuni qazo qilish kerak. Kafforat ro'zalarini tutish kerak yo mutlaqun nazr. Mutlaq nazr qanday bo'ladi? Ro'za tutishlikni, Alloh uchun bir kun ro'za tutishlikni niyat qildim deb qo'yadi, kunini tayinlamaydi. Mana shu ro'zalarda niyat tayin qilib olishlik va kechasidan niyat qilishlik shart qilinadi. Bu qanday? Mana birinchisi Ramazonda qazosini tutmoqchi. Ramazonda tutolmay qolgan ro'zasi bor, qazo qilib tutmoqchi. Ertaga tutmoqchimi? Bugun kechqurundan niyat qilib yotadi. Endi nafl ro'za tutgan edi, buzvardi. Nafl ro'zasini ochvardi. Endi qazo qilib berish kerak buni. Tepada aytdik-a, nafl ro'zani buzvargan bo'lsa, qazo qilishlik vojib bo'ladi dedik. Shuni masalan ertaga qazosini tutib bermoqchida nima qilar ekan? Kechasidan niyat qilib yotadi. Ertaga o'sha buzvargan ro'zasini qazosini tutishlikni niyat qilib, kechasidan niyat qilib yotadi. Kafforat ro'zalarini sanab o'tdik tepada. Kafforat ro'zalarini ham tutmoqchi bo'lsa, nima qilar ekan? Kechasidan boshlab niyat qilib oladi. Ertadan mana men kafforat ro'zasini tutishlik boshlayman deb turib, kechasidan niyat qilib olishlik shart qilinadi. Nazrul mutlaq. Mutlaq nazr nima edi? Bir kun Alloh uchun ro'za tutishlikni nazr qilib qo'ygan. Kuni tayin emas. Bu odam ham masalan ertaga shu nazrimni ado qilib qo'yay deb turib, ertasiga o'sha nazr ro'zasini tutishlik niyat qilgan bo'lsa, kechasidan niyat qilib oladi. Tushundinglar? Ya'ni kechasidan niyat qilishlik shart mana shu holatlarda. Xo'p, umumiy aytganda niyat ibodatlarda niyat shart qilinadi. Niyatsiz ibodat emas. Ro'za ham shu eng ulug' ibodatlardan bo'lganligi uchun buni niyati nima ekan? Kayfiyatlari bor ekani, hozir aytib chiqqanimizdek. Bularni bilishlik nima bo'ladi? Shart bo'ladi, bilishligimiz zarur bo'ladi. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.